Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga bir to'p ayollar kunlari birida erlarining xulqini yomonligidan shikoyat qilib kelishdi. Payg'ambarimiz ayollarning oldiga bir to'p ayollar erlarini yomon xulqidan shikoyat qilib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan xabar topganlarida aytdilarki, Muhammadning oilasiga o'zlarining erlaridan shikoyat qilib ko'p ayollar keldilar. Ular, ya'ni boyaga erkaklar, ayollar shikoyat qilgan erkaklar, sizlarning yaxshilaringiz emas. Ayollariga xulqi yomon bo'lgan, yomon muomala qiladigan kishi musulmonlarda yaxshilar emas deb aytdilar. So'ngra aytdilar: "Xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli." Sizlarning yaxshilaringiz, qarang. Yaxshi musulmon qaysi desa payg'ambarimiz aytibdilar, sizlarning yaxshilaringiz o'z ahllariga yaxshilaringizdir. O'zingizni qanaqaligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, ahli oilangiz bilan, xotiningiz bilan qanaqa muomala qilyapsiz? Shundan bilib qo'yavering. Chunki itoat qilmay, bo'yinsunmay, sabr qilmay iloji yo'q ayol kishini. Boyaga aytgandek, asirda qo'limizda. Oshnangizga unaqa muomala qilib ko'ring. Bor senda qo'shnidan kechdim deydi. Endi ayol kishi nochor sabr qiladi. Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, orangizda o'z ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman dedi. Sizlarning ichingizda oilasiga yaxshi muomala qiladiganlarning zo'ri menman dedi. Demak, ahli ayolga yaxshi muomalada bo'lishlik bu kishini go'zal axloq egasi ekanligini belgisi. Zaifligini emas. Ayoliga yaxshi gapirish, hurmatini joyiga qo'yib, toqati ko'tarilgan narsani buyurmay, go'zal muomala qilishlik bu ukalar zaiflik belgisi emas. Rasululloh go'zal muomala qiladiganlarning eng zo'ri bo'lganlar. Yaxshi musulmon bo'lmoqchimizmi? Ayollarga yaxshi muomala qilaylik. Ayol kishini, ayol zaifa bo'lishligi ularni qadrini pasaytirmaydi. Ularni makonatlarini yerga tushirmaydi. Izzat hurmatda, ehtiyot qilishlikda, sharafda erkaklar bilan barobar. O'zlariga xos ko'rinishda ular ehtirom qilinadi. Ayol kishi degani bu ikkinchi so'z degani emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innan nisaa shaqoiqur rijal." Albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir. Mana shaqiq degan kalima bitta ota va bitta onadan dunyoga kelgan farzandlarga nisbatan aytiladi. Tug'ishganlar. Otasi ham, onasi ham bir. Ayollar erkaklarning shaqiqlari. Ya'ni erkak ham, ayol ham bitta ota, bitta onadan dunyoga kelgan. Izzat, hurmat borasida ayol kishi ham teng bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ayolni sha'ni uchun qilich ko'tarib jihad qilgan. Madina Munavvarada yahudiylar ham yashashadi. Banu Qaynuqo bozorlariga musulmonlar borib, oldi-berdi tijorat muomalasini qilishadi. Muslimalardan biri mana shu Banu Qaynuqo yahudlarning bozoriga borib, bir oltin buyum xarid qilishlik uchun bir do'konda oldi o'tirib savdo qilayotganda, bir habis yahudi keladi-da, ro'mollari yoki ko'ylagini bog'lab qo'yadi. Haligi ayol o'rnidan turganda yechilib ketadi, avrat ochilib qoladi. Shunda qichqirib yuboradi hali ayol. Or, nomus, sharaf. Shu joyda turgan musulmonlardan biri boyaga ro'molini bog'lab qo'ygan yahudi kulayotganini ko'radi, borib qilichi bilan qatl qiladi. Yahudilar yig'ilib kelib, bu musulmonni qatl qiladi. Rasululloh mana shu muslimaga mana shunday bir haqorat qilgan uchun, origa, nomusiga tekkan uchun, musulmon kishining qonini to'kkan uchun qo'shin tortib keldi. Bitta ayolning nomusi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayolni bir yahudi boshiga tosh bilan urib qatl qilganligi uchun olib kelib boshini ikkita toshning o'rtasida majag'lar bilan qatl qildi. Islomda ayol kishining sharafi, nomusi, hurmati erkak kishinikidan kam bo'lmaydi. Ibnul Asir bu o'rinda erkaklarning tug'ishganlari degan so'zdan maqsad, ya'ni erkaklarga o'xshaydi, ular izzat hurmat bobida erkaklar bilan teng deb aytadi. Musulmon odam ayoliga lutf bilan muomala qilishligi kerak. Mana qarang,
qaysi ayolda kamchilik yo'q? Har bitta odamda kamchilik bor, fazilat bor. Haligi bizning tilda idealniy xotin bormikin deysiz. Idealniy xotin bo'lmaydi. Chunki idealniy erda o'zi yo'q-da. Ko'ring, bu aytamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti boshidan oxirigacha bizga ibrat. Tug'ilib dunyoga kelib vafot qilgunimizcha nima yo'llanma kerak bo'lsa, nima ko'rsatma kerak bo'lsa Rasulullohning hayotida bor. Rasululloh aytadilar: "La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiya akhar." Bir mo'minani yomon ko'rmasin, yomon ko'rmaydi. Bitta fe'l uchun. Agar bitta mana shu mo'minadagi bitta xulq, fe'lni yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lib ketaveradi. Ya'ni bir ayol bor, tili jag'i yomon. Lekin uyni pokiza tutadi, xizmatni yaxshi qiladi, bolalarni yaxshi parvarish qiladi. Boyaga ikkita yaxshi fazilatiga qaraymizda, bitta aybini nima qilamiz? Kechirib qo'yaveramiz. Yoki bo'lmasa aksincha, ovqat qilishni bilmaydi. Bemaza ovqat qiladi, lekin tili jag'i yo'q. Ota-onaning xizmatini qiladi, qo'shnilar bilan chiroyli muomalada. 100% ni istamaylar ukalar. Tushunadingmi? Hamma yo'qdan bir 100% bo'lmaydi. Chunki siz bilan biz o'zimiz 100% emasmiz. O'zimizning xulqimiz qanaqa bo'lsa, shunga yarashasi keladi. O'zimiz taqvoda qanchalik mustahkam bo'lsak, o'zimizga yarashasi keladi. Payg'ambarimiz aytganlar, bir erkakni Alloh rahmat qilsin. U qaysi erkak? Kechqurun uyg'onadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, ayolini ham sherik bo'lishlikka chaqirib, turmasa betiga suv chachadi deydi. Va bir ayolni Alloh rahmat qilsin, kechasi turadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, erini uyg'otadi, uyg'onmasa yuziga suv chachadi. Ya'ni bir-biriga loyiq bo'ladi-da bo'ladi. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilayotganda esimizdan chiqmas. Ehtimol dazmol qilishni bilmas. Lekin boshqa sifatlari qarangda, aybidan ko'ra fazilati ko'p. Avf qilib yashamasak turmush qila olmaymiz ukalar. Hozirgi kunda ana shu qizlardan, kelinlardan oshiqcha ko'p narsa talab qilganligidan oilalar ko'p buzilib ketayotganligidan guvohi bo'lyapmiz. Shunaliga keyingisi ham shunaqa bo'ladi, ishonavering. Undan keyingisi ham shunaqa bo'ladi, chunki biz aytayotgandaqasi yo'q. Shuning uchun kechirib avf qilamiz. Kim turmush qilayotgan bo'lsa, demak kechiryapti. Xato kamchilik o'tganda kechiryapti, shuning uchun ketyapti. Agar kechirilmasa, birov bilan turmush qila olmaydi. Rasululloh aytadilar, bir mo'minani bitta fe'li uchun yomon ko'rmaydi. Agar bitta ko'niga yoqmaydigan fe'l uchrasa, narada ikkita yaxshi fe'liga qarab turib xotirjam bo'lib ketaveradi. Bu ta'lim siz bilan bizga. Chunki Alloh taolo Qur'onda ular bilan tinch totuv yashanglar. Alloh taolo aytayapti, ayollar bilan tinch totuv yashanglar. Agar ularni yomon ko'rsangizlar ham sabr qilib yashanglar. Zero sizlar yomon ko'rgan narsada Alloh ko'p yaxshiliklarni qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Imom Malik rahmatullohi alayhining otasi uylanayotganda nikohiga olib turib, kelinni oldiga kirsa, bu ham chiroyli emas ekanda endi. Ko'ngli bo'lmagandek bo'lgan ekan. Ayoli ko'rib turib, husni yoqmaganligini bilib, qayoqdan bilasiz? Ehtimol sizni ko'nglingizga yoqmagan narsada ko'p yaxshiliklarni Alloh taolo yashirib qo'ygandir degandan keyin shunda rozi bo'lgan ekan. Imom Malik tug'ib bergan ekan mana shu ayol. Shuning uchun siz bilan bizga 100% yoqishligi shart emas. Chunki siz bilmaysiz, sizga yoqmayotgan narsada yaxshilik bormi yoki sizga yoqadigan narsada yaxshilik bormi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarga bo'lgan rahmati bu faqat aytib qo'yiladigan navbatchi chiroyli gaplar emas. Bo'ladi-yu. Aytib qo'yiladi, deydi, lekin hayotda hech qanday bir ta'siri yo'q, tatbiq qilinmaydi, amal qilinmaydi. Rasululloh aytgan so'zi bunday emas edi. Balki bu so'zlar har kuni takror amaliy tatbiqi ko'rinadi. Bu ayollarga bo'lgan rahmat haqida aytilgan so'zlar bu ko'ngilni ko'tarish, ayollarning qalbiga ozgina bir taskin berib qo'yish uchun aytilgan so'z emas. Biz mana hozir payg'ambarimizning hayotidan bir qancha bir lavhalarni keltirib o'tamiz. Eshittirib xulosa qilamiz. Mana bo'ladi-yu. Ayollarni ma'lum bir kunlargina izzat ikrom qilib, ko'klarga ko'tarib biz undoq qilamiz, ona va hokazolar deb gapiriladi bir kun. Ertasi kuni qarasam, boyagidek
eski muomala, eski bir holat. Shariatimiz unaqa bir kunlik hurmat qilmaydi ayollar. Tushuninglar. Kunlarda birida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kirishlikka izn so'radi. Imom Abu Dovud va Ahmaddan keltiriladi. Abu Bakr payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshikdan kelganida ichkarida Oysha onamizning ovozi baland Rasulullohga gapirayotganligini eshitdi. Rasulullohga ovozini ko'tarib gapiryapti kim? Oysha onamiz. Shunda Abu Bakrga izn berildi, ichkariga kirdida qiziga qarab turib, "Axir ovozingni Rasulullohga ko'tarasanmi?" deb qizini ta'zirini berish uchun qiz tomonga qarab yurib qoldi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam otasini qizidan shunday qilib to'sib oldi qo'li bilan. Shu qiz baqiryapti o'zi Rasulullohga. Otasi ta'lim beraman deb kelsa to'sib olyapti. Bizda qanaqa? Qizingizga aytib qo'ying. Agar bunday qilsa olib ketaring qizingizni. Biz otasiga shikoyat qilamiz. Rasululloh rahmatan lil alamin bo'lgan zot. To'sib oldi qizini. Shunda Abu Bakr Siddiq qizini qilgan ishidan norozi bo'lib, g'azablanib chiqib ketdi. Shunda payg'ambarimiz hozir payg'ambarimizga baqirib turgan Oysha onamizga qarab, "Kayfa ra'aytini anqattuki min ar-rajul?" Bu kishidan sizni qanaqa qilib saqlab qo'yganimni ko'rdingizmi deyapti. Qarang, bir necha kun o'tdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yana kirmoqchi bo'ldi payg'ambarimiz oldiga. Kirsa, bir-biri bilan juda chiroyli gaplashib o'tiribdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab, harbiylarga kirishligimga ruxsat berganinglardek, silmiylarga kirishimga ham ruxsat beringlar. Ya'ni urushib turganinglarda kirganga ruxsat beruvdinglar. Endi tinch bo'lib turganinglarda ham ruxsat beringlar deganda payg'ambarimiz qod fa'alna, kiring deydi. Ko'ring, Rasululloh o'zi nima qilyapti? Himoya qilyapti. Bu Rasulullohning o'zini ayoliga bo'lgan rahm shafqati otasini ta'zirini berib qo'yishligidan, otasini bir ta'lim berishidan nima qildi? To'sdi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasululloh ayollarga qanchalik shafqatli bo'lgan. Mana hammalarga mashhur Mujodala surasini tafsiriga murojaat qiladigan bo'lsak, Havla binti Sa'laba roziyallohu anha sahobiyalardan. Eri Avs ibn Somit keksa odam edi, jahli tez chiqadigan odam edi. Bir kuni kuyovi ko'chadan keldida bir kayfiyat yo'q ekanmi, ayoliga bir narsa dedi, ayoli ham gap qaytardi. Jahli chiqdida, "Sen menga onamni ko'ragidek haromsan" dedi. Ya'ni bu johiliyat davrida bu so'zni aytgan kishi bilan xotin o'rtasiga taloq tushgan hisoblanadi. "Sen menga onamni ko'ragidek haromsan" dedi. Ko'chaga chiqib ketdi, bir qancha vaqtdan keyin qaytib keldi. Oldiga kelganida Havla roziyallohu anha o'zini chekiga olib qochdi. "Nimaga olib qochyapsan?" deganda aytdiki, "Allohga qasam" dedi. Alloh va uning payg'ambari oramizdagi ishga hukm qilmagunicha, hukm chiqarmagunicha menga yaqin kelmaysan dedi. Endi Havla roziyallohu anha yosh katta bo'lib qolgan edi, qarib qolgan edi, bellari egilgan edi, sochlari oqargan edi. Qariganda eri talog'ini berib qo'ydi. Kimga boradi? Kimga boradi? Birodarlar, bu zamoni saodat. Rasululloh oldiga bordi. Qaysi vaqtda bordi deng? Qaylula qiladigan paytda odamlar. Kunni issig'ida hamma uyga kirib dam oladigan paytda bezovta qilib Rasulullohni chaqirdi. Rasululloh nima deb javob berdi? Hali asrdan keyin kelsin dedi. Men ham dam olamanmi? Men ham haqqim bor dedi. Biz shunday deymiz-ku. Bak, ayt. Nomahalla kelsin. Yelkasida birodarlar vahiy. Ummatni podshosi, ummatni qo'mondon, ummatni siyosatchisi shuncha ishni yelkasiga ko'tarib turgan Rasululloh chiqdi. Ayollarga rahm shafqatidan. Shunda ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida eshik oldida turibdi. Oysha onamiz ham yaqin turdi. Kelib dardini aytishni boshladi. "Ya Rasululloh, yoshligimda oluvdim, umrimni sarf qiluvdim, mehnat qiluvdim, endi qaruvdim, belim qiyshaganda, sochim oqarganda, endi mana qada dedi." Qari kampir qanaqa shikoyat qiladi? Rasululloh indamasdan oxirgacha eshitib gaplarni. Bo'ldi, tushunarlik. Boravering. Men Abu Bakrga aytib qo'yaman. Men Umarga aytib dedim.
Qaranglar siz bilan biz payg'ambarimizni fe'lidan, sunnatidan qanchalik uzoq bo'lib ketganligimizni. O'zimizni qo'yib ko'raylik-da. Biz toqat qila olmaymiz. Bo'ldi, men ham odamman, jinni damalayman deymiz. Mana shunday pishir qilib turibdi payg'ambarimiz oxirgacha eshitdi. Alloh taolo Qur'onda mana shu Mujodala surasida bir qancha oyatlarni nozil qildi va mana shu ayolning mushkulasi hal bo'ldi. Astagfirullah. Qad sami'a Allohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha va tashtaki ila Alloh vallohu yasma'u tahawurakuma innalloha samiun basir. Ey Muhammad, dar haqiqat Alloh siz bilan o'z jufti haqida bahslashayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Alloh sizlarning basti javoblaringizni eshitur, albatta Alloh eshitguvchi, ko'rguvchidir. Mana shu voqea ham payg'ambarimizni ayollarga qanchalik shafqatli ekanligini bitta dalil emasmi? Hozirda ayrim odamlar onalarini ozgina gapini ham, onalarining ozgina shikoyatini eshitishni xohlamaydigan bo'lib ketgan. Qilib turadi. Noilojli onasida. Birodarlar, onasi tiriklar urib qo'ylar. O'tib ketgandan keyinchi o'zingizni boshingizni toshlar yurasiz. Mol olib keladi-yu, bir ish buyursa, ozgina ming'illasa qarshimiz kelib bo'ldi deb yoramiz-ku. Va ishonavering, yo'qotganlar biladi buni. Boshingga chiqib o'tirib olsa ham mayli deb tirik bo'lsa deydi. Faqat buni qachon aytadi? Yo'qotgandan keyin aytadi. Ishonavering, yo'qotmaguncha qadrlamaymiz. Yo'qotish kerak ekan qadrlashlik uchun. Ba'zida ayol kishi xatoga yo'l qo'yadi va bu xato odamlarning ko'z o'ngida bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham mana shunday bir hayotida bir voqea sodir bo'ldi. Rasululloh Oysha onamiz roziyallohu anhoning uyida edi. Ya'ni Oysha onamiz bilan bo'ladigan kuni. Rasululloh uyiga mehmonlar kelgan. Boshqa bir ayoli idishiga ovqat solib chiqarib yubordi. Rasululloh ovqatni oldida qayoqdan ekanligini so'raganida falonchi ayolingizdan deyishdi. Shunda Oysha onamizni rashqi kelib, g'azabi kelib, Rasulullohning qo'lidagi idishni bir urib tushirib yubordi ovqati bilan. Mehmonlar o'tiribdi. Idish yerga tushdi, ikkiga bo'lindi, ovqat sochilib ketdi. O'zingizni qo'yib ko'ring-da o'shaga. Uyingizda jo'ralaringizmi, mehmonlaringiz kelib turganda, ayolingiz qo'lingizdagi narsani bir urib tushirib yubordi. Har bitta odam o'zini fe'lini biladi. Shuning uchun nima qilishligini ham nima qiladi? Taxminan sezadi. Yana hech kim yo'q bo'lsa ham mayli edi-da. Qarindoshlarining oldidadir ehtimol, ulfatlarining oldidadir. Aytyapmiz-ku, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" deyapti Alloh taolo. Biz olamlarga sizni faqat rahmat qilib yuborganmiz dedi Alloh. Rasululloh nima muomala qildi? Ayolini bu zaifligiga rahmi keldi. Holatini tushundi. Rashqini kechirdi. G'azabi kelmadi, achchiq qilmadi, fe'liga yarasha javob qilmadi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sinib ketgan ikkita idishni oldida bir-biriga opishtirib turib, ovqatni terarkan, g'orat ummukum kulu dedi. Onanglar rashq kelib ketdi-da, onanglar rashq qildi-da, onanglar rashq qildi-da, ovqat terib yegizdi mehmonlarga. So'ngra Oysha onamiz o'zini uyidan idish olib, o'rniga berdi, sinig'i singan joyda qoldi. Biz kayfiyatimiz zo'r bo'lganda, savdo yaxshi bo'lgan kuni, ishlarimiz besh bo'lgan kuni, shu kayfiyatlar zo'r bo'lganda shirin muomala nihoyatda zo'r bo'ladi. Ozgina asabimiz o'lsa, zaharimizni kimga chachamiz? Ayol, nimaga desiz ko'taradi-da. Ko'taradi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ibrat bo'lsin. Mana hech bo'lmasa-chi birodarlar, bugun yotgunga qadar shirin muomala qilamiz inshaalloh. Bir kunga ta'sir qilsa ham katta gap, chunki bir kun bo'lsa ham ayollar lutf ko'rsin bizdan, chiroyli muomala ko'rsin. O'sha masjidga yo'qib boring dadasi deydi. O'sha juma kuni kelganingizda. Lekin ne qilaylikki insonimiz esimizdan chiqib qoladi. Inson degan unutuvchi. Mana shu narsani tez-tez bir-birimizga eslatib turishimiz kerak bo'ladi. Qarang, Rasululloh uydan shu muammo bo'lgan ekan, qarang. Kunlar birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirsa, ozgina burunroq Abu Bakr ham kirgan bo'ladi. Rasulullohning bir qancha ayollar o'tiribdi. Abu Bakr ruxsat so'rab kirib o'tirdi, Rasululloh jim. Ayollar ham jim. Abu Bakr ham jim o'tirdi. Ozgina turib, Umar ibn Xattob kirishga ruxsat so'radi. Ruxsat berildi, kirdi. Kirsa, Rasululloh jim. Abu Bakr jim. Rasulullohning ayollari ham jim. Shunday qarab turib, hozir bir gap gapiray, Rasulullohni kuldiraydi dedi. "Ya Rasululloh" dedi. "Agar meni ayolim" dedi. "yo'q narsani talab qil, infoq qil" desa, bo'yniga burardim dedi. Payg'ambarimiz kulib olsa sollallohu alayhi vasallam. "Ko'rmaysizmi" dedi. "Monolardan xuddi shu narsani talab qilishyapti" dedi. Bu islom g'olib bo'lib, o'lkalar fath bo'lib, musulmonlarning qo'liga xayriyatlar kelishni boshlaganda, Rasulullohning ayollari ham sal endi dunyomizni tekizlab bering. O Talhaning uyida manaqa parda bor ekan, Zubayrning uyida manaqa parda bor ekan. Ha biz Rasulullohning ayollarimiz, bizni ham sal uyoq buyog'imizni to'lab bersin deb turib, dunyo so'rashganida payg'ambarimiz shu yerda norozi bo'lib o'tirgan edi. Shunda Abu Bakr Siddiq turib qizini o'qib qoldi, Oysha onamizni. Nimaga Rasulullohning toqatidan tashqari narsani talab qilasan? Umar ibn Xattob qizi Hafsani o'qib qoldi. Sen nimaga Rasulullohdan yo'q narsani talab qilasan? Oyat nozil bo'ldi. Qarang, Rasulullohning qo'lida turgan ayollar ham parda ilib ber degan ekan. Rasulullohning qo'lida tarbiya topgan ayollarda ham baribir ayol ekanda. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo oyat nozil qildi. Ayting ayollaringizga, xohlasanglar, dunyoda zo'r qilib beramiz, chiroyli javob beraman. Xohlasanglar, Alloh va Rasulining rizosi kerak bo'lsa, qolinglar. Oysha onamizga aytdi payg'ambarimiz. Oyat nozil bo'lgandan keyin siz shoshilmay javob bergani. Borib ota-onangiz bilan maslahat qiling. Agar xohlasangiz, dunyoni nihoyatda bir chiroyli suratda beraman, qo'lingizga shu dunyo bilan javobingizni beraman. Yoki payg'ambarning qo'lida qolishingiz. Shunda yig'ladi Oysha onamiz dedi. Ota-onam bilan maslahat qilamanmi siz bilan qolishingni dedi-da, dunyodan voz kechdi. Shuning uchun shuncha narsani o'qib turib ham shuni deysanmi? Xotin shuncha hadislarni eshitib, shuncha masalani eshitib ham shuni deysanmi? Demaylik. Nima ekan ular? Zaif ekan. Ayollarga rahm shafqat ko'rsatish, ularni xususan mana beva, qarovchisi bo'lmagan ayollarning xizmatini qilishlik payg'ambarimiz shunday bir maqomga olib chiqdiki, inson aqli bovar qilmaydi. Rasul aytadilar. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimda keltirilgan. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah, awil qa'imil layli sa'imin nahar." Beva ayol va miskinning xizmatida yurgan kishi Alloh yo'lida jihad qiluvchi yoki tunlarni qoyim qiluvchi, kunduzlarda ro'zador bo'lgan kishi kabidir. Beva ayolni, qarovchisi yo'q bo'lgan ayolning xizmatini qilib, unga shafqat ko'rsatishlik, ularga muruvvat qilishlik, mujohidni kunduzi bilan ro'za tutib, kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilgan odamning qatorida bo'ladi, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlarga avvalambor o'zi amal qilar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu rahm shafqati faqat ozod, hur, nasl-nasabli, sharafli ayollarga emas, oddiy cho'rilarga, xizmatkor bo'lgan ayollarga ham bir xil edi. Adi ibn Hatim Toyi roziyallohu anhu mana islomiga murojaat qiladigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Adini Toy qabilasining podshosi Adini o'zini uyiga yetalab olib ketayotganida, qarang, bir mamlakatda bir qabilaning podshosi podshohni yetalab payg'ambarimiz uyiga olib ketayotganida bir ayol: "Ya Rasululloh, sizga bir hojatim bor, sizga bir so'zim bor" dedi. Rasulullohning qo'lidan ushlab bir chekkaga olib o'tdi, 1 soat yaqin gapga tutib turdi. Adi ibn Hatim Toyi o'zi podsho edi. Podsholarning kimligini bilar edi, nimaligini o'zi ham biladi, podsho. Qarab turib, "Vallohi bu podshohning fe'li emas" dedi. "Bu nabiyning fe'li" dedi. Ana shu ayol hamma gapini gapirib, o'zini bir aytadigan so'zini tugatganidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldi. Endi bir tasavvur qilib ko'raylik. Hozirgi kunda bir podshohni ko'chada yolg'iz yurishini, tan soqchilarisiz, qorovullarisiz yolg'iz yurishini.
Va biron bir miskina, mo'min bir ayol, zaif ayol bir jur'at qilib oldiga borishini va ana shu podshohning qo'lidan yetalab bir chekkaga o'rotib, bir soat gaplashligini tasavvur qilib ko'ringlar. Yer ahli, insoniyat Rasululloh qilgan ishni, qilganni boshqa biror bir odam qilganini eshitganmi? Nimadan bu? Nima sababdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir marhamatli bo'ldi? Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizni barcha olamlarga faqat rahmat qilib yubordik deganida Alloh taolo naqadar haq ekanligini yana bir marta guvohi bo'lamiz. Birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotini nima uchun o'rganamiz? Astagfirullah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ey Muhammad, ayting. Agar sizlar, ya'ni musulmonlarga ayting, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, sizlarning gunohinglarni kechiradi. Demak, bu darslarni o'rganishdan maqsad Rasulullohga ergashishlik va Allohning muhabbatiga noil bo'lishlik. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.